Quyosh panellarini o'rnatish bilan shug'ullanasizmi yoki obyektingiz uchun quyosh panellari kerakmi? Shu videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Quyosh panellar zavodining Arqbuloqdagi rasmiy do'koni, restoratsiyalarga kirib ko'ramiz. Nimalar taklif berishligisini o'zligisidan bundoq so'rab aniqlaymiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Restoratsiyalar haqida qisqacharoq ma'lumot bersangiz. Restoratsiyalar kompaniyasi Restoratsiya Resign Group tarkibiga kiradi. O'zbekistonda rasman 4 yildan beri ishlab kelamiz. Hozirgi paytda biz 100 wattdan boshlab 720 wattgacha bo'lgan quyosh panellari, akkumulyator, batareya va solishli invertorlarni O'zbekistonga yetkazib beramiz. Ushbu mahsulotlarimiz barchasi o'zimiz zavoddan keladi. Rasmiy kafolatda, har xil sertifikatlarda hammasida bemalol yordam bera olamiz. Hozirgi paytda quyosh panelini o'rnatsangiz yoki quyosh paneli mahsulotlari o'zingizga obyektiv uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan hamkorlikda ishlashni taklif qilamiz. Biz zavod narxida sizga hamma mahsulotlarni yetkazib beramiz. Restoratsiyalar do'koni qayerda joylashgan deganlar uchun Arqbuloq savdo majmuasi kirib kelaverish, chap qo'lda A2 do'konda joylashgan. Batafsil ma'lumot va narx-navo bo'yicha pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, o'zingizga ma'lumot berishadi.